Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan sog'lik omonlikda görüşüp turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Xudo xolasa sizlarga bugungi videomiz manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolasa bir chetdan narx-navolarni aytib o'tamiz. Video boshlagandan bir like'larni bosib bersangizlar, sizlardan bag'oyat xursand bo'lamiz do'stlar. Do'stlar, sizlarga yangiliklar ko'p. Ko'pchilik so'rab yurgan simayna uchlik simmi Rabisa setkasini ko'rishlaringiz mumkin. Qap qalin. Dostlar, bunu yine 1,5 metre 10 metreden buladı rulonları. Görüşleriz mümkün. Acayip şekilde işleyen ballarımız yine. Görüşleriz mümkün. Her xili bu, Xudo xolasa bu üçlük simmi 6x6 deyen döşüki 1,5 metre 10 metre buladı. Bunu yine yıpkaraklar ham bu 6x6 1,5 metre 10 metrelikleri 2 metrelikleri bu dostlar. Bula çeklengen miktarda dostlar. Ne desa buladan özü zakazlar köp boladı, şunun için yetiştirip pakaza koya almıyoruz. Şunun için eğer zakazlar boladı olmasa sıraz aytaslar işede yine kime nasip etse alıp giteveradi dostlar. Hop, narxlarına geladi olmasak bir chetdan başlayımız. Hop, simi 1,9'lık düşki 4,5'lık rulonu 210 ming so'mdan bunu dostlar. 1,5 metre 10 metre boladı. Şimdi buna geladi olmasak dostlar. Bu aytib o'tganim sim 3'liki 385 ming so'm ruloni boshqa Libo birdan salsib ko'ring 400 ming so'mdan kamina bermaydilar. 2 metrliklari do'stlar, 2 metrliklar 235 mingniki bor, 220 ming so'mligi bor. 2 metre 10 metre bo'ladi. Döşki 6x6, döşki 7x7ligi bor do'stlar. Buni narxini keladigan bo'lsak 185 ming so'mdan, simi 1,9'lik 1,5 metre 10 metrlik bo'ladi do'stlar. Darojni setkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, simi 2,7lik 15-15liklar 20 ming so'mdan aytib beramiz bugungi kunda narxi. Eldimiz issiz do'stlar, saya setkalar kerak bo'ladigan bo'lsam, kelaverasizlar bemalol, har xil razmerda, har xil qalinligidagi foizlardan bor do'stlar. Xaltalangan sheben chaygalar 5 ming so'mdan 10 ming so'mdan kelishib qaytib beradilar nasib bo'lsa. Qora qog'ozlar, ya bular 15 metrliklar 85 ming so'mdan, arg'ilar 45 ming so'mdan bo'lib turibdi do'stlar. Tovuqxona ishlash jarayoni yetib turibdi. 3D zaborlarımıza geladigan bo'lsak, 3D zaborlarimizni 1 metrlik balandlikda, 1,20 balandlikda, 1,50, 1,60lik balandlikdagi har xil nalari bor xudo xolasa. Sim qalinliklari 5liga deyim bor. 5liga deyim. Yine bu например oladigan bo'lsak, buni turi ko'pda 1,20 ga 2,5, simi 3,5lik sim, yine görüşleringiz mümkün. Buna bir danasını 90 ming so'mdan aytib beramiz. Buna sim 3'liki bor 80 ming so'mdan aytib beramiz. Sim 3'likini do'stlar, kanal nomidan kelganlar uchun 3'lik 1,60'likini yine do'stlar 100 ming so'mdan aytib beramiz bir danasini. Kelaverasizlar yine har xil nalari bor xudo xolasa. Keyin endi gabion setkalarimiz ham bor. Simi 5/5, simi pasti 4'lik olgan, döşki 5/5'ligi bor. Keyin simi 3'liki ham bor yine. Simi 3'liki yine arka tarafında simi pasti 4'liki bor do'stlar. Görüşleriniz mümkün. Bunu kvadratı 3'lükiniki 60 ming so'm, arqasıniki 70 ming so'm kvadratı dostlar. Listavoy setkalarimiz bor. Har xil listavoy setka toza kelgan. O'tgan videolarimizni chiqarib o'tganmiz. Yine döşki 2,5'lik, simi pasti 2'lik, 1,5 2,5 degan döşki listavoy setkalarimiz. Ya bo'lmasa simi 2,4'lik 3,5 döşklisi. Bularni bir shtuki 155 ming so'm, bir shtuki 175 ming so'm, bir shtuki 160 ming so'm do'stlar. Bular sifatli, bir qo'ysangiz 10 yil 15 yil bemalol ishlatasizlar. Ruloni va yashil setkalarimiz kimanchalik miqdorda kerak bo'lsa bor do'stlar. Kelaverasizlar bemalol bexijolat. Apolovkalar arendaga beriladi. Apolovkalar arendaga beriladi do'stlar. Ağaç mahsulotlari, reka mahsulotları kime interesine bo'lsa kelaverasizlar. Manzillarimiz To'rtko'l tuman televishkani ro'parasida do'stlar. Doğrulab tushuntirib o'tadigan bo'lsak, hozir chiqib ko'rsatib beraman. Shtobi qiynalmay topib kelishlaringiz uchun. Shunda yana bir like bosib bersangizlar, sizlardan bag'oyat xursand bo'lamiz. Yine bozor tarafdan kelish bo'ladi do'stlar. Bozor tarafdan kelishlaringizda yine aroq do'kon, go'sht do'koni yo'lni beyanında bo'ladi. Ben taraf miskin taraftan geliş boladı. Miskin taraftan gelişi iste kalsa o 7000 10 kol tarafları iste boladı dostlar.
Eğer videolarım sizlere mənfəətli bo'lgan bo'lsa, bag'ayat xursandmiz. Keyingi videolarda sağlık, amanlıqda görüşgünçə yetkazgan vaqtlarınızda razı bo'linglar.